Assalomu alaykum, hurmatli mening ashaddiy tomoshabinlarim, obunachilarim. Hammalaring sog' salomatmisizlar? Musofirdagilar, yurtdagilar, hamma kim qayerdan kuzatayotgan, shuni ham yozib ketinglar. Menga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlayotganlarga kattagan rahmat aytib qolamiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Sizdan hech narsa ketmaydi. Shu kanal rivojlanishi uchun juda katta hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Obuna bo'lganligingiz uchun rahmat aytib qolamiz sizlarga, hammalaringga. Bitta obuna bo'lib, komment yozib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Sababi bloger chaqiraverib, blogerga pul beraverib, to'g'risi gap, zerikdi to'g'risi gap. Shuning uchun inshaalloh o'zimiz kontent olib boryapmiz, qo'ldan kelganicha montaj boshqa unaqaga yo'qmiz, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, gapni qisqa qilgan holatda so'rilar tanishtirishda davom etamiz. Hop. Gapimizda ozmuncha chala-chulpa bir kamchilik boshqa bo'lib qolayotgan bo'lsa ham uzr so'rab qolamiz. Bitta gapni takrorlab qo'yayotgan bo'lsak qayta. Xudo xolasa mana ishxonamizdan ajoyib bo'lgan shohona so'rlarni obzorini qilib o'tamiz. Mana bu shohona so'rlar qo'l mehnati. Mana va abishnilari ham bor albatta. Mana bir qator ko'rsatib, narx-navolari bilan tanishtirib qo'yaman. Mana shu akaga ham like bosib qo'yasizlar ana. Xo'p. Hurmatli obunachilar, sizlarni ko'p kuttirmagan holatda so'rlarimizni tanishtirishni boshlasak, oddiyrog'idan boshlaydigan bo'lsak, eng arzoni mana 2.5 ga 3, 2.40 ga 2.90 chiqadi. Dolanali varianti. Buni har xil fasonda bor bundan. Hop, narx-navosi 3.800.000 so'mga vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. Pervaldi uyog'iga o'tsa 500.000 so'm yo'l puli qo'shiladi. Shunday. Ha, aytgancha aziz tomoshabinlar, bizning manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahant Olchin qishlog'ida bo'ladi. Keyingi etapda 2.40 ga 2.90 bo'lgan so'rimiz 4.200.000 so'mga vodiy bo'ylab dastlabki ichida yetkazib beramiz albatta. 2.40 ga 2.90. Hop, bundan keyingi etapda tortma gulligimiz bor, 4.5 million so'm kanalga joylaganmiz uni ham. Joy torligi uchun hozir termadim. Ishdan ortib bir narsa qilib vaqt ajratib YouTube'ga yangi video qo'yib qo'yapman. Paddeshkada bo'lib qo'yasizlar. Aturgul fasonimiz 6.5 million so'm, meni obunachilarim uchun 6 million so'm qilib beraman. 2.5 ga 3. Shunday. Menga o'rtacha ixchamrog'i kerak deganlarga mana 220 ga 270, 3.800.000 so'm. Shunday. Mana bu gladki dolanalimiz 2.5 ga 3.5. Hop, buni narxi 5 million so'm. Keyingi etapda menga guli kerak emas, skromniy oddiy bo'lsin deganlarga mana bunimizda oyoqlari yong'oq bo'ladi, deyarli hammasi yong'oq. Xudo xolasa gladki fason deymiz. Nimaga gladki deydi? Tekis bo'ladi. Misol, guli bo'lmaydi, artkani boshqa qilgani udobniy bo'ladi mana. Buni narxi 6.500.000 so'm. Shunday. Endi keyingi etapda 2.5 ga 3.5 gladki fason, buni ham narxi 6.500.000 so'm, vodiy bo'ylab dastavkasi bor va buni bizda o'sha 5 millionga dolanaligini beradigan bo'lsak, gladki fasonda. Keyingi etapda misol 6.5 million, 6 million, 7.5 million, hatto 8.5 million so'mga ham bor. 2.5 ga 3.5, 3 ga 4 variantlar ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Va eng mana busiga kelsak, shohona so'rimiz 2.5 ga 3 bo'ladi razmeri. Chuqur soyoz karona fasonimiz bo'ladi mana. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Oyoqlari yong'oq bo'ladi. Juda ham hashamdor so'ri. Buni narxi 8 million so'm. Obunachilarimga ana bor 7.5 million so'm qilib beraman. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Meni kanalimdan ko'rib chiqsangiz, yana ozmoz skitkasini qilib beraman, xudo xolasa. Qo'ldan kelganicha. Endi toy so'rimizga kelsak, mana juda ham hashamdor so'rimiz, toy so'rimiz. 2.5 ga 3 bo'ladi razmeri. Mana bu gullari qo'lda oqartirib chiqilgan bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. Bemalol, mana ustunlari yong'oq bo'ladi. Bularimizni narxi 15 million so'm. Meni kanalimdan, o'zimning kanalimdan chiqib, mana screenshot qilib tashlasangiz agar, mana shu xontaxtani bonusga qo'shib beraman. 12 ta viloyatga dastavka qilib beraman. 12 ta viloyatga. Ustanovkasi alohida bo'ladi, kelishiladi. Keyingi etapda mana zina poyalari bilan 3 ga 3 bo'lgan razmerda
qo'lda o'yilgan hashamdor so'rimiz mana. Hammaga ham nasib qilsin obunachilar, mana ko'rishlaring mumkin. Zinab poyolarigacha qo'lda oqartirib chiqilgan mana. Bismillahirrohmanirrohim mana. Hammaga ham nasib qilsin. Shu yerda qalbdan, dildan obunachilarim uchun, so'ra olaman deganlar uchun yurakdan shunday bitta narsa o'zi o'tdi Xudo xolasa. Kim yaxshi niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetkazsin Xudo xolasa. Bitta yaxshi niyat qilgan deganda bu bitta so'ra olish uchun emas, hamma ma'noda ketdi bu gap. Misol, kimdir mashina olishni niyat qiladi, kimdir uy olishdi, kimdir xotin olishdi, misol uylanishdi. Kim qanaqa niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetkazsin degan ma'noda aytib o'tdim gapni. Buni narxi 25 million so'm, komplekt holatda dastavkasi vodiy bo'ylab qolgan viloyatlarga kelishiladi albatta. Buni olib borib o'rnatib berish bilan kelishamiz, chunki buni ozgina murakkabroq o'rnatish. Endi keyingi etapda kelsak, shuni 3 ga 3 razmerda bo'lgan so'rimiz qo'l ishi, ponni qo'l ishi Xudo xolasa mana. Ay, lola guli nima deyapti, atir gullari mana. Mana. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Yo, bismillah. Nima deyapti bu gullari obunachilar? Qo'l mehnati. Kompyuter bunaqa narsani hali beri chiqara olmaydi, ozgina qiynalib qoladi. Qo'l mehnati mana. Obunachilar. Shunday. Mana. So'ri yoqayotgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bunimizning narxi 34 million so'm. Kelishtirib beramiz albatta ozmoz. Komplekt holatda olib borib o'rnatib berish bilan vodiyga. Endi shuni xuddi kattarog'i bor bizda 3 metrga 3,5 metr bo'lgan so'rimiz. Xuddi shunaqa bu ham qo'l mehnati. Gullarida ozgincha farqi bor mana. Buni narxi 38 million so'm. 4 million so'm narigindan farq qilib qolyapti. Xo'p, mana busiga kelsak, bu ham 34 million so'm. Shunday. Bulardan faqat bir donadan bor bu yilgi sezonga. Bir donadan. Zakaz qilsangiz 1,5 yil atrofida, 1 yil atrofida tayyor bo'ladi. Bu bor gapda aytilyapti. Darrov tayyor bo'ladigan narsa emas, to'g'ri tushunasizlar. Yo, maqtanish emas. Kimga nasib qilgan bo'lsa ham, Xudo xolasa, albatta kelishilgan holatda olib borib beramiz. Mana. Qo'ldan kelganicha obzor qildim, ko'rsatib o'tayapman mana. Shunday. 3 ga 3 dan 2 dona bor mana. 3 ga 3,5 dan 1 dona bor mana. Bir Samarqandlik akamiz aloqaga chiqdilar. Ozgina kelisha olmadik boshqa. Endi nasib qilgan bo'lsa kelishamiz. Qaydadir albatta har dori turgan buni ham. Qirg'izistonga, Tojikistonga dastavka bormi deganlarga Qirg'izistonga kargodan berib yoramiz. Tojikistonga olib o'tib berishning ham imkoniyati bor. Xudo xolasa, lekin Qirg'izistonga cheris kargo bo'ladi. Kargodan chiqarib yoramiz shunaqa. Kargoga xizmatiga pul qo'shilib qoladi albatta. Shuni ham e'tiborga olib qo'yasizlar mana. Xo'p, obunachilar qo'ldan kelganicha yoritib bordim va bundan tashqari assortimentlar sirop. Bu yerga teraman desam ozgina joyim kichikroq, shunga qo'ldan kelganicha terib ko'rsatib o'tayapman mana. Shunday. Videolarda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qolaman. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, ajratgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasiz. Obuna bo'lib qo'ysangiz, yana ham xursand bo'lardik. Kanal rivojlanishi uchun bu har xil mavzu deb qo'yganimda sababi kanalda misol so'ri yo chorpaya deydi qaydadir shunaqa deb qo'yadigan bo'lsam, u yil bir umrda misol 2 marta yo 3 marta oladi bitta odam bunaqa narsalarni-da misol. Shuning uchun har xil mavzu deganim sababi shu vodiydagi narsalarni qo'ldan kelganicha Xudo xolasa ko'rsatish. Endi ozgina to'g'ri tushunib turasizlar. Qo'l tegmayapti ko'rsatgani, olib borgani, ishdan ortib bo'lmayapti. Hammaga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.